Assalomu alaykum barchaga China Motors muxlislari, mijozlarimiz, umuman olganda O'zbekiston ahliga. Xo'p, bugun bir boshqacha obzor bo'lib o'tadi. Nimaga boshqacha deyishingiz mumkin? O'zi biz ancha oldinlari space texnika bilan ishimiz boshlaganmiz. Lixkaushkalardan oldin yoki jaklardan oldin birinchi sotganlarimiz o'zi Howo bo'lgan, Chakman, Fav bo'lgan, katta mashinani sotganmiz. Duxosniklar deyiladi, shunaqalar sotganmiz. Shuni hozir to'liq obzori bilan tanishamiz. Bu mashina nima, o'zi narxi qancha, rastrochka bor, halol yo'li bilan o'zimizdan bank aralashuvlarsiz sotib olishingiz mumkin. Hozir hammasini podrobno tushuntirib beramiz. Qani bo'lmasa boshlang. Howo refrigerator, nima deydi, xolodilnik aniqrog'i tushunish, ref deb aytiladi. Refrigeratorimiz bor. Xo'p, kuba jihatda olib qaraydigan odatda refrigeratorlar qanday o'lchanadi? Ular kubometr bilan o'lchanadi. Hozir men sizlarga kubometrni taxminan jaydaricha usulda ko'rsatib beraman. Refrigeratorimizni asosiy xolodilnik qismini ko'rsam, hozir qadamlab ko'rsatib beraman. Mana bu yerdan boshlanadi. 1 2 3 4 5 5 qadam bo'ladigan bo'lsa, haqiqatan ham qadamlarim ba'zilari 1 metr bo'lib 5 metr deb olamiz. Endi buni taxminan hisoblaymiz. Hop. 5 metr ko'paytiramiz, 3 metrga ko'paytiramiz. 2 o'nga adashmasam 2 o'ng bo'ladigan bo'lsa 31 kub. 31 kublik mashina refrigerator. Endi bu yana aytaman, taxminiy hisob-kitob. Hozir hammasini bir boshdan ko'rsatamiz. Xo'p, mashinamiz asosiy ko'pchilikka qiziqtiradigan bu gruzovoy mashinalarda har doim most katta rolni o'ynaydi. O'zbekiston qonunchiligi bo'yicha hozirgi paytda amal qiladigan qonunchilik bo'yicha olib qaraydigan bo'lsak, duh osliklar ikkita mostlik bo'lganlar, ular hozirchalik taqiqqa qo'yilgan. Taqiq emas, vaqtinchalik cheklov qo'yilgan. Hozir bitta oslik, bitta os bo'lib ham, endi bu qo'sh balon aytmasam, chunki gruzovoy bo'lganda qo'sh balon bo'lishligi kerak. Aynan O'zbekiston hozir sharoitimizda bemalol xizmatingizni qiladi. Hech qanday taqiqlar yo'q, hech qanday qo'shimcha soliqlar yo'q, siz harakatlanadigan mashina uchun. Mana ko'rsatamiz. Bitta os tardan ketgan, oldini risorda, orqa ham risorda, oldin orqa risorda. Bu gruzovoy bo'lgandan keyin shunda. Endi orqasini ko'ramiz. Ba'zilar to'g'ri tushunasizlar degan umiddaman, chunki bu ref xolodilnik bo'lganligi uchun, hamma joy germetik bo'lganligi uchun buni ochish uchun orqasini aniqroq odatda ochilmaydi. Orqa nima uchun ochiladi? Gruz urish uchun ochiladi. Qolgan paytda yon eshigi ochiladi. Shu uchun ochilish ozgina og'ir. Xo'p, ko'tarilaman yuqoriga. Mana bu 1.80, mana bo'ladigan bo'lsa agar 1.30 yo 2 o'n emas, 2.20 mi shunaqa balandligi. Yo 2.20 dan ham baland ekan. Chunki mana bu buni aqlgan payt 2 o'n bo'ladi, 2 o'ndan keyin ham bu yoq chiqadi. Bitta 240 lik mashinamiz balandligi, xo'p. Xolodilligimiz bol, polnisi izolyatsiyalangan. Tak. Aniqroq aytadigan bo'lsak, ekspluatatsiyaga, ishlatishga, foydalanishga tayyor. Hech qanaqangi xarajat qilinmaydi. Odatda bu raqamga xolodilnik mashinalarni kirib chiqish odatda orqadan bo'lmaydi. Mana yon qismdan bo'ladi. Yon qismini har doim qulflab qo'yasiz, orqadan qulflab qo'yasiz. Kirib chiqish bu yoqdan. Men bu yoqda harakat qilib turib o'tirmadim. Hop. Mashinalarimizni shina qismida to'xtaladigan bo'lsa, shinalar juda yumshoq va hamma detallarni e'tibor berib qarang, hammasi yangi va rezinalari ham yangi, hech qanaqa yeyilib ketgan boshqasi emas. Mashinamizni aytib o'tamiz, shot spravkada emas bu notarius bo'ladi. Hozir salon ichiga o'tgan paytimiz hammasini aytib beramiz. Qancha probeg bo'lgan, nima ish qilingan, hammasini podrobroq tushuntirib beramiz. Ichkariga o'tgandan keyin ichkaridan ham birato'la obzor qilib beramiz. Hazlar, bir narsani tan olish kerak. Xitoyliklar aniq space texnikani ishlash bo'yicha, ishlab chiqarish bo'yicha, qulayligi bo'yicha butun dunyoni zabt etdi. Buni yoshirish kerak yo'q, yoshiradigan joy ham yo'q. Oldin biz qimmat Mers mashinalarini o'ylagan bo'lsak, endi unaqa emas. Haqiqatan ham har qanday inomarkani javobini beradi. Xo'p, endi salonni to'liq obzor qilib beramiz. Mashinamiz Howo, zavod esa Sinotrak deyiladi. O'sha zavoddan ishlab chiqarilgan.
Xo'p, endi nimani ko'ramiz? Birinchi ko'rinadigani konditsioner yuqorida. Bularda pechka, konditsioner bor. Bularda endi klimat kontrol bo'lmaydi, lekin o'zingiz ligovka qilishingiz mumkin. Mana misol uchun issiq kerak bo'lsa pechka bo'lsa pechka, sovuq keladigan bo'lsa sovuq qilasiz, bemalol boshqarishingiz mumkin bo'ladi. Bu skorisi, bu yo'naltirasiz. Salonimiz standart. Xo'p. Yo'q, plastik, hamma joy plastik. Xo'p, bu yoqda o'rindiqlarimiz ekokoja qilingan, panellarimiz plastik, mana bu lekin yumshoq koja qilingan ekan. Rulimiz standart katta mashinalarning rulidan. Xo'p, orqasida bitta primusasi bor, orqasida spalnisi bor ekan. Bir kishilik bu spalni emas, bir kishi yotishingiz mumkin. Aytishingiz mumkin, bir kishiga torliq qilishi mumkin deyishingiz mumkin. Ana buni yotqirsangiz katta bir spalniga aylanadi, lekin bir odam mazza qilib uxlaydi. Hop, endi buni bir o'toldirib ko'rsatamiz, nima real qancha yurishi. Korobkamiz ikki to'yfali korobka, понижение va повышенный. Agar pastda turadigan bo'lsa, понижение pastki skorosklar bilan harakatlanadi. Yuqorida bo'ladigan bo'lsa, agar yuqori skorosklarda harakatlanadi. Bu nimani beradi? Aniqroq aytadigan bo'lsak, mashin motori azob yemasdan, qiynalmasdan harakatlanishi beradi. Agar siz pustoy bo'ladigan bo'lsangiz, o'shada повышенный skorost bilan yursangiz ham qiynalmaydi. Agar gruzda bo'ladigan bo'lsangiz, boshlashda pastki skorosklar bilan qo'zg'alib olib, keyinchalik yuqori skoroskga tezlikka o'tkazib olasiz. Buni aytib o'tirish keragi yo'q. Xo'p, mashinamiz maksimal skorost 160 degan. Tak. Bular esa 4000 оборотgacha ekan. Xo'p, hozir buni probegini ko'rsatamiz. 100% elektronika, probegimiz 26257, real probegi. Hech qanaqangi aldam-qaldam yo'q. Xo'p, avtoregistratorimiz bor. Tak, bu yerda radio bilan jihozlangan. Bularni aytib o'tdik. Bularda bir vaqtning o'zida signal bo'ladi va shu bilan birga vazdushni signalini vazdushkaga o'tkazib, bir bosib ko'ramiz. Vazdushkada oddiy signalga o'tkazsak, oddiygina signal bo'lib qoladi. Bu nima uchun kerak? Shahar ichida harakatlanayotgan paytda ba'zi bir hududlarda sizga oddiy signal bilan harakatlanishingiz kerak, u yerda jarimaga yo'l tushib qolishingiz mumkin. Shahardan tashqarida harakatlanayotgan paytingizda bu mashinalarga bole vazdushni signal, havo bilan katta yuqori bosimda signal kerak bo'ladi. Chunki mashina katta, boshqa mashinalardan farq bo'lishligi uchun bularda vazdushka bo'lishi shart. Bu uchun haqiqatdan ham respekt bor. Gap bo'lishi mumkin emas. Xo'p, endi ko'pchilikka asosiy buni maqsadi ref bo'lganligi uchun, refrigerator bo'lganligi uchun, xolodilnik bo'lganligi uchun buni xolodilnigi necha gradusdan necha gradus ekanligini real ko'rsatib beramiz. Xo'p, yoqamiz. Tak, svetni bosamiz. 30 plus 30 ko'rsatyapti. Qani? Yo'q, eng shu ekan. Kamaytiramiz. Так, minus 10, nifiga 15, minus 20, 25. Azizlar, minus 30 gacha ekan. Buni bezda qilamiz, o'chirib qo'yamiz. Xo'p, real o'zingiz ko'rdingiz. Xolodilnik men bu darajagacha sovutadi deb o'ylamagandim. Plus 30 dan minus 30 gacha xolodilnik sovutib beradigan shunaqangi katta. Keyin refini biz ichkaridan ko'rindimi? Yo'q, men ko'rdim, haqiqatan juda katta. Odatda xolodilniklarni skorosi tezligi nima bilan o'lchanadi? Vattda o'lchanadi. Endi bularning vatti adashmasam bir 40 ming, 50 ming vatt bo'lishligi kerak, chunki minus 30 uchun katta xarajat bo'ladi. Shu bilan birga mashina yaxshi harakatlanadi. Motor kuchligidan ham sovut bo'ladi, mashina yaxshi harakatlanadi. Havoni maqtash kerak yo'q, havoni hamma biladi. Endi hozir bitta o't oldirib ko'raylik, jivoy. Super gap bo'lishligi mumkin emas. Mashinamiz yarimta zamokka yondi. Dizelda bular hammasi havolik bo'lganligi uchun, vazdushni bo'lganligi uchun mashina o't oldirgan payt darrov haydab ketish mumkin emas. Birinchi havoni o'ziga jamlab oladi, keyin o'z mana bu yerdan stop nuqtasi o'chadi. O'chgandan keyin mashina harakatlantirishingiz mumkin. Hop, bu yerda nima bor? Bu yerda ko'ratyapsiz, ruchnoy. Duh yetmadi haydashga, kimga kerak bo'ladigan bo'lsa aloqaga chiqing, bizda bor. Mashina 100% ekspluatatsiyaga tayyor, foydalanishingiz mumkin.
Bu kimlarga kerak? Agar siz zavod bo'ladigan bo'lsangiz, zavodlar uchun buni asosiy narxini aytib o'tib ketishimiz kerak. Narxi hozirgi paytda 45 ming deyapmiz. 45 ming. Agar 100% naqd bilan keladigan bo'lsangiz, ustida gaplashib bilamiz. Muammo yo'q. Otang bozor, onang bozor. Pastga nomer bilan telefon qilib keling, yo bo'lmasa kelgan paytingizga Mirzohid kim desangiz, mani ko'rsatishadi. O'tirib olib gaplashishimiz mumkin. Muammo yo'q. Narxidan o'tadigan joy bu. Skidka qilib beramiz. Keyin bu mashinaga bank aralashmagan holatda buni рассрочка qilib olishingiz mumkin. Primo o'zimizdan, u uchun menga murojaat qilasiz. O'zimga kelib uchratsangiz, muammo yo'q. Narxida ozgina qo'shilish bo'ladi, chunki biz beradigan srogi 18 oygacha qilib beramiz. 18 oyda to'g'ri tushuning, bizni ham to'g'ri tushuning, chunki bu yerda inflyatsiya darajalari bor. Pulning qadrsizlanishi, shunga e'tibor olgan holatda biz narxni yana kelishamiz. Bu yerda men aytgan narx bo'ladi degan narsa yo'q. Albatta biz mijozlarni har doim qo'llab-quvvatlaymiz. Biz odatda China Motorsning birinchi первичный maqsadi o'zi shuki, xalqqa xizmat qilish. Biz sizning xizmatingizda bo'lamiz. Hammaga yaxshi kayfiyat, o'zingizni asrang azizlar. China Motorsda qoling. China Motorsda yangiliklar juda ko'p. O'zingizni asrang. Ro'za Ramazon hammamizga muborak bo'lsin.